Agar sizda boshingizda doimiy og'riq bo'lsa va tez-tez uchrasa bu narsa, dori-darmon ichganingizdan keyin ham o'tib ketmayotgan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Buning asl sabablari, uyda qanaqa qilib buni davolash mumkinligini aytib o'taman. Assalomu alaykum, men Toyirov Xurshid, oliy ma'lumotli shifokor, kineziologman. Bugun sizlar bilan bosh og'riqi haqida gaplashib o'tamiz. Doimiy, misol uchun siz bir joyga davolandingiz, sizga migren tashxisini qo'yishdi, doimiy boshingiz og'riydi, lekin o'tib ketmaydi. Buning asl sababi faqatgina bosh miyada emas, bo'yin qismida ham bo'lishi mumkin. Buni aniq tekshirib olish mumkin. Misol uchun, agar sizda Atlant aksilyarniy sindrom deymiz, birinchi, ikkinchi bo'yin umurtqalarida muammo bo'ladigan bo'lsa, o'sha joydan pozvonochniy umurtqa arteriyalari boshga kelib, boshni oziq bilan ta'minlanishi kerak. Agar bu umurtqalar salgina siljishsa, chapga, o'ngga yo buralgan holatda bo'ladigan bo'lsa, bu umurtqalar ichkari eng chuqurdagi umurtqalar orasidagi mushaklarni tortishini hisobiga qon tomiri siqilib qoladi va sizda doimiy bosh og'rig'i yuzaga keladi. Ikkinchisi esa ertalab turganingizda boshingiz og'ir bo'lib, holsiz, og'rib turadigan bo'lsa, bu asosan boshimizdan chiqadigan vena tomiri, ya'ni boshga kiradigan qon tomirlari bor, chiqadigan qon tomirlari bor. Agar chiqadigan qon tomirlarni bo'yindagi mushaklar spazmi, ya'ni trosga o'xshab siqib qo'ygan bo'lsa, bo'yin mushaklari, qon tomirlari yumshoq narsa bo'ladi, tez siqiladi. Buning natijasida boshdagi qon chiqib keta olmaydi. Shuning uchun ertalabdan boshingiz og'ir bo'lib, og'rib turadi. Demak, boshimizdagi og'riqni doimiy bo'lishi faqatgina bosh miyaga emas, bo'yinga ham bog'liqligini aytib o'tdim. Ya'ni hamma qon tomirlar o'sha tanamizdan bo'yin orqali bosh miyaga chiqadi va bosh miyadagi nerv va qon tomir, vena tomirlari через bo'yin, ya'ni bo'yin orqali tanaga tushadi. Shuning uchun bo'yinda yuzaga keladigan muammo doimiy bosh og'rig'iga, davleniyaga, ya'ni qon bosimini oshishiga, quloqdagi shovqinlarga ham sababchi bo'lishi mumkin. Bularni har bittasini tekshirib ko'rish kerak. Birinchi o'rinda tekshirishimiz kerak bo'lgan narsa bu bo'yin atrofidagi mushaklar. Chunki mushak kichkina iplardan tuzilgan bo'lib, trosga o'xshab, orasida qolib ketgan nervni ham, qon tomirini ham qattiq siqib qolishi mumkin. Bu mushaklarning spazmga uchrashiga qaysidir kasallik sababchi bo'ladi. Bu kasallikni topib davolash orqali mushaklar bo'shashtiriladi va qon tomirlarni qo'yib yuboradi. Bosh og'rig'i esa o'tib ketadi. Buni qilish uchun kineziolog test o'tkazishi kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha mushaklarni spazmga uchratgan kasallikni topishi kerak bo'ladi. Agar siz oddiy massaj oladigan bo'lsangiz, spazm bo'lib qolgan mushak bo'shashadi, faqatgina uzog'i 2-3 soatga. Keyin yana o'sha kasallik spazmga olib keladi. Ya'ni vaqtinchalik yengillik beradi. Shuning uchun hozir ko'rsatib o'tadigan mashqlarimni doimiy qilib yurish orqali siz o'sha birinchi yordam ko'rsatishingiz mumkin o'zingizga. Og'riq kuchli bo'lgan payti dori ichyapsiz, ta'sir qilmayapti. Bu mashqlarni qilgandan keyin qon tomirlarini mushaklar qo'yib yuboradi. O'shani hisobiga og'riq ancha-muncha qoladi. Demak, birinchi qiladigan ishimiz tanamizdagi, ya'ni bo'yinni tepasi va pastidagi mushaklarni, bo'yin mushaklarini qizdirib olishimiz kerak va o'sha joydagi retseptorlarga ta'sir qilishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun prosta ko'krak qafasi mushaklari, bo'yin orqasidagi, kurakdagi, qo'limiz yetgan joydagi hamma mushaklarni uqalab chiqamiz. Uqalab qizdirib olamiz va retseptorlarga ta'sir qilib chiqamiz. Traynichniy nerv, ya'ni jag' suyagida ikki tomonda suyak bor, shuni pastki qismida chuqurcha bor. O'sha chuqurchani uqalaymiz. Keyingisi peshana suyagini o'rta qismida tverdiy mozgovoy оболочка, ya'ni orqa miyani qattiq qavati joylashgan. U ichkari kirganda sinuslarni, vena tomirlarini hosil qiladi. O'shancha ularga ta'sir qilish uchun peshanani o'rta qismini vertikal bo'yicha ikkita qo'l bilan uqalashimiz kerak bo'ladi. Keyin o'rtadan chetga qaratib tortamiz. Ya'ni bu peshana atrofidagi o'sha og'riq kuchli bo'ladigan bo'lsa, o'sha qon tomirlarini yaxshilab beradi. Tashqariga va tashqaridan ichkariga uqalanadi. Keyin qo'limizni yarim mush holatga keltirib, boshimizdagi shovlar bilan ishlaymiz. Ya'ni o'rtadagi shovlar va chakka suyagidagi shovlar bilan. Ensadagi. Ensada, ya'ni ensamizni hozir ko'rsatib o'taman. Orqa tomonida suyakcha bor. O'sha ensa tugagan joyda, bo'yinga o'tadigan joyda korotkий ekstenzor deymiz. Ensani bo'yin umurtqalari bilan bog'laydigan kalta mushaklar bor. Aynan shu mushaklar bizda pozvonochniy, ya'ni umurtqa arteriyasini, boshga chiqadigan arteriyani siqib qo'yadi. Va
aynan bo'yindan boshga chiqadigan nervlarni siqib qo'yish hisobiga og'riq yuzaga keladi. Shuning uchun bu joy bilan asobiy ishlashimiz kerak. Ya'ni ensi suyagini barmoqlar bilan bosib ushlab, tepa va pastga massaj qilishimiz kerak. Tochkani ushlaganda mana bunaqa aylantirib massaj qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Shu orqali hamma joydagi retseptorlar bilan ishlaymiz va mushaklarni qizdirib olamiz. Endi mashqni boshlashga tayyormiz. Buning uchun nima qilasiz? Birinchi mashqimiz aynan shu mushaklarni boyaga aytgan korotkий ekstenzorlarni qon tomirlarini siqadigan. Cho'zishimiz kerak, chunki ular tortishib qolgan va qon tomiri siqilgan. Uning uchun nima qilasiz? Prosta iyagimizni ichkariga tortamiz. Yon tomondan ko'rinsa. Anaqa. Ya'ni mana bu iyagini ichkariga mana bunaqa tortganingizda mana bu joy ochiladi. Ya'ni cho'ziladi mushak. Prosta mana bunaqa qilganingiz bilan mana bu joydagi mushak cho'ziladi, bu cho'zilmaydi. Eng yaxshi yo'li mana bu ichkariga. Tashqariga, ichkariga. Ya'ni mushakni qisqartiramiz, bo'shashtiramiz. Bu o'sha Xitoy Tibet meditsinasida, tibbiyotida ham bor, aynan shu mashq. Juda mashhur mashq. Juda ko'p boshdagi muammolarni yechib beradi. Buni kuniga 2 mahal 3 podxoddan 10 martadan qilsangiz ancha foydali bo'ladi. Keyingisi esa ekstenzor bilan ishladik. Yon tomondagi mushaklarni cho'zishimiz kerak, chunki ular ham qisqarib qolgan. Buning uchun tepaga va yon tomonga qaraysiz. Mana tepaga qaradik va yonga buraymiz. O'shanda mana bu cho'ziladi. Teskari tomonga. Ya'ni tepaga va yonga. Tepaga va yonga. Mana ikkita tomonni ham cho'zasiz. Orqa tomonni ham shunaqa cho'zsa bo'ladi, qo'l bilan. Mana yon tomonga cho'zganda lesnichni deymiz, narvon somon mushak bo'shashadi. Bu tomonda ham. Har bittasini 20-30 soniyada ushlab turishimiz kerak cho'zib. Oldi tomonni ham tepaga qarab, yon tomonga buraymiz. Buni ham 20-30 soniya ishlaymiz. Tomonni ham. Orqa tomon bilan ishladik. Aylanasiga hamma mushaklarni cho'zib chiqqaningizdan keyin boshingizda ozgina qizish hissi bo'ladi va bo'yningizda yengillik bo'ladi. Ana shundagina siz ichki mushaklarga ta'sir qilishni boshlagan bo'lasiz. Keyingi mashqimiz aynan bo'yin umurtqalari bilan ishlaydigan va oldingi videolarimda aytib o'tgan mashqlar. Bu tilni og'izni yopgan holda tilni chapga 5 marta, o'ngga 5 marta aylantirish kerak bo'ladi. Chunki til ildizi, ya'ni birikadigan joyi bo'yin umurtqalariga yaqin joylashgan va hamma 7 ta bo'yin umurtqasiga ham ta'sir qiladi tilni harakati. Shuning uchun til mashqini ham qilishimiz kerak bo'ladi. Oxirgisi esa doimiy hamma mashqni bo'yinga qilgandan keyin nafas mashqi bilan yakunlashimiz kerak. Chunki diafragmamiz qorin bilan ko'krak qafasini ajratib turadi va oyoqdan keladigan va ensa, bosh suyaklaridan pastga tushadigan paylarni ham ajratib turadi. Ya'ni nafas olganimizda diafragma pastga tortilishini hisobiga boshimizdan har tomonidan tushgan paylarni pastga tortadi. Oyoqdagi paylar bo'shashadi shu payt. Nafas chiqarganimizda tepaga ko'tarilishini hisobidan endi oyoqdagi paylarni tortib, tepadagilar bo'shashadi. Ya'ni nafas mashqi bu ichki organlar va butun tanadagi paylarni massaj qiladi. Ya'ni nafas olish orqali shu narsaga erishishimiz mumkin bo'ladi. Bularni hammasi praktikada, tajribada juda zo'r ishlayapti, bosh og'rig'ida ancha yordam beradi. Eng asosiysi, to'g'ri kushetkaga yotgan holda ensa qismini aynan shu joyini ko'proq boshqa odam bo'lsa ham qo'lini tiqib olib, o'sha ensa qismini qo'llari bilan ushlaydi-da, barmoqlari bilan massaj qiladi. Yotgan holingizda. Ozgina o'ziga tortib turadi. Buni endi mutaxassis qilgani yaxshi, uyda prosta ushlab tursalar bo'ladi. Ya'ni tortish mumkin emas, uni mutaxassis qilish kerak. Prosta ushlab turish orqali ham ancha bosh og'riqlari kamayadi. Keyingi mashqlarimiz bu bo'yin umurtqalariga o'tamiz. Ya'ni mushak bilan ishlab bo'ldik. Endi bo'yin umurtqalari bilan ishlashimiz kerak. Bo'yin umurtqalari stabilligi kerak bizga. Juda ko'pchilikda bo'yin umurtqalarida stabillik buziladi. Ya'ni bo'yin umurtqalari oldinga, orqaga, yonga qilganimizda qirs-qirs qilib har tomonga harakatlanib qoladi. Bu stabillik buzilishi keyinchalik grija, osteoxondroz, spondilit kabi kasalliklar yuzaga keltirishi mumkin. Shuning uchun buni yo'qotish uchun nima qilasiz? Qo'llarni orqaga qilib, bo'yinni to'g'ri ushlaymiz va
suyak bilan emas, mushak bilan itarishimiz kerak. Ya'ni bor kuchimiz bilan suyak bilan bosishimiz kerak emas. Prosta bo'yin to'g'ri tursin, joyida tursin, mushaklarni o'ziga kuch beramiz. Mushakni o'ziga kuch beramiz. 10-15 soniya ushlab tursa ketadi. Mana shu holatda. Qo'limiz bilan qarshilik qilamiz. Keyingisi esa oldi tomonda ham xuddi shunaqa qilib qarshilik qilamiz. To'g'ri ushlaymiz. Qo'l bilan orqaga itarib ushlab turamiz. Bosh bilan. Boshda ham faqat mana bunaqa emas, to'g'ri ushlagan holda to'g'ri itarishimiz kerak. To'g'ri itarasiz va bu bilan qarshilik qilishimiz kerak. Yon tomonga ham shunaqa. Ya'ni boya cho'zgan bo'lsak, endi qisqartiryapmiz. Ikki tomonda ham. Ya'ni qisqartirdik, cho'zdik, o'sha joydagi spaykalar bilan ishladik, trigger tochkalar deymiz, mushakni iplar yopishib qoladi va nervlarni qisadi. O'sha narsalarni hammasi bilan ishladik. Bundan keyin sizda bosh og'rig'i 60-70% ga kamayadi, hech qanaqa dorisiz. Demak, sizda ham shunaqa bosh og'rig'i kuchli bo'ladigan bo'lsa, dorilar bilan o'tib ketmasa, bu mashqlarni berganda og'riq kuchaysa yoki umuman kamaymaydigan bo'lsa, demak sabablari boshqa. Ya'ni faqatgina bo'yin umurtqasida emas, mushaklarda emas, nervlarda emas, ichki organlardan ham berayotgan bo'lishi mumkin. Chunki bizda praktikada bo'lgan ichki organlarda, ayniqsa parazitlar bo'lgan, yo'g'on ichakda, ingichka ichakda muammolari bor odamlarda doimiy toksin ajralishini hisobiga bosh aylanishi, boshida doimiy og'riqlar bo'lgan. O'shalarni tekshirib davolaganimizdan keyin bu narsalar ketgan. Ya'ni har bitta kasallikni davolashda hamma narsani hisobga olish kerak. Faqatgina tanadagi qismlarni emas, o'sha mushak, nerv, suyak, pay, fatsiya deymiz, limf aylanishi deymiz yoki ichaklardagi muammolar deymiz, hammasini hisobga olish kerak. Shundagina siz kutgan rezultat bo'ladi. Shu kabi sog'lig'ingizga foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling.